Diqqat, o'zbekistonlik Rossiyada baxtsiz hodisa sabab vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yil 1-oktyabr kuni Rossiyaning Arxangelsk viloyatida 22 yoshli o'zbekistonlik ko'p qavatli turar joy qurilishida ishlayotgan vaqtida vafot etdi, deyiladi xabarda. Marhum yigit qurilayotgan binoning tashqi tomoni bo'ylab 5-qavatdan yuqori qavatga qurilish asboblarini ko'tarib chiqayotgan vaqtda qulab tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ishchi qurilayotgan binoning tashqi tomoni bo'ylab qurilish asboblarini 5-qavatdan 6-qavatga ko'tarilayotgan bo'lgan. U muvozanatni yo'qotib, 5-qavatdan beton plita ustiga qulagan, deyiladi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi xabarida. Arxangelsk viloyati mintaqalararo hududiy mehnat inspeksiyasi ushbu mintaqadagi qurilish obyektlarida so'nggi 2 hafta ichida sodir bo'lgan 3-baxtsiz hodisa. Mehnat inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aleksandr Nazarov voqeani o'rganish va tahlil qilish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda voqea joyiga chiqilgani ma'lum qilingan, deyiladi xabarda.